Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz onluq kasrlar bilan tafsili tunishib chiqdik. Unda bu soatlik darsimizda biz onluq kasrlardagi qo'shish va elishni ko'rib baqaylik. Unda masalan 0.3 qo'shilgan 0.45 shundami? Unda onluq kasrga onluq kasrni qo'shganda va yoki olganda bir narsaga ajoyib diqqat qilish kerak. U bo'lsa qanda chikitni udul ost-ust yozamiz. Unda masalan qanda 0.3 qo'shilgan 0.45 shundami? 0.3 qo'shilgan 0.45. Qolgan tarafi qanda bütün sonlarni qo'shib olgan bilan o'qma o'xshash desakmi bo'ladi. Qarang. Unda bo'lsa qanda 5 ga qo'shilgan son yo'q shundami? 5 shu pet keldi. 3 ga 4 ni qo'shsam necha? 7. Chikitga chikitni qo'shsam, chikit 0 ga 0 ni qo'shsam 0. Javobda necha? 0.75. Shundami? İkinci sual, mesela qanda 0.235 qo'shilgan 0.967 ekan. Təngnətcə şunama. Onda olsa yazğan vaxtımda qanda 0.235 0.967 çikitni qanda çikitni udul yazımız. Ondan keyin 5 ga 7 ni qo'shsam necha? 12 2 tushdi 1 ko'ngil shunama. 3 ga 6 ni qo'shsam necha? 9 ko'ngilga bilan 10. 0 tushdi 1 ko'ngil. Onda 2 ga 9 ni qo'shsam 11 ko'ngilga bilan 12 2 tushdi 1 ko'ngil shunama. Chikitni qo'shsam chikit, 0 ga 0 ni qo'shsam 0, qanday ko'ngilga bilan 1. Javobda necha? 1.202. Keyingi savol qarab boqaylik. 2.3 elingan 0.125 ekan shunama. 2.3 ni yozdim. Elingan qanda 0.125. Chikitni udul yazdım. Andan keyin diqqat qiladigan bir nuqtamiz qanda, buning keyiniga biz qanda 0 to'liqlab beramiz. Ya'ni 2.13 ning keyiniga 1 million ton 0 qo'ysaqmi, yana qanda 2.13 ga teng bo'ldi. Faqat qanda bu elishda texmi qanda qulay bo'lish uchun. Unda olsa 0 5 ga yetmaydi. Oldidan birini o'tnab beraysam bu 0 ekan shundami? Unda olsa 3 dan qanda 0 ga birini o'tnab bersam miya qanda 10 bo'ldi shundami? Miyacho 2 qoldi. Andan keyin bu 10 dan 0 ga birini o'tnab bersam miya 10 bo'ldi, miyacho 9 oldu. 10'dan 5'ni alsam 5, 9'dan 2'ni alsam neçe? 7, 2'den 1'ni alsam neçe? 1, şunama. 2'den alsam 2, 2'den 0'ni alsam 2. Cevaptan neçe? 2.175. Masal qarab baqaylik. 3.56 ga qanday qildik emas? 3.56 qo'shilgan qanda 12 bütün. Chikitni ast-üst udul yazamiz. Unda olsa 1500 qanda 2. Qo'shib ekanman shundami? Unda olsa 2 ga qo'shilgan son yo'q. 2 shu pet keldi. 6 ga 0 ni qo'shsam 6. 5 ga 5 ni qo'shsam 10. 0 tushdi 1 ko'ngil. Chikitni qo'shsam chikit. 3 ga 2 ni qo'shsam 5 ko'ngilga 1 bilan 6. Shundami? 1 ga qo'shilgan son yo'q. Shu pet keldi. Unda olsa 16 butun shundami? 1062. 5-chi savol. 2.125 ga 1.18 ni qo'shib ekanman. Shundami? 2.25 qo'shilgan necha? 1.18. 5 ga qo'shilgan son yo'q, shu pet keldi. 2 ga 8 ni qo'shsam 10, 0 tushdi 1 ko'ngil. Chikitni qo'shsam chikit, shundami? 2 ga 1 ni qo'shsam necha? 3. Ko'ngilga 1 bilan 4. Unda bo'lsa navbatda qanda 4.10 qanda 4.5 dan 6.52 ni oldi ekanman. Mau 6 butun, maucho 4 butun. Qaysi cho'ng? Keyinlik son cho'ng, shundami? Unda bo'lsa, masalan qanda bizdan 4 dan 6 ni elamiz qanday qildik? Minus belgisini qo'yib, 6 dan 4 ni olganga o'xshash. Bu yerda qanda minus belgisini qo'yib, 0.52 dan nimani elib o'tamiz? 4.5 ni elib o'tamiz. 2 5 ga yetmaydi shunama. 5 dan 1 o'tnab bersam 12, miyada 4 bo'ldi. 12 dan 5 ni alsam 7. 4 dan 0 ni alsam 4. 2 dan 2 ni alsam 2. 6 dan 4 ni alsam 2. Unda olsa minus 2.47. Biz qanday davomli savol ishlaymiz. Unda qo'ysa biz mashqimizga davom qilaylik. 6-chi savol. 250 dan 4 shundami? Bu yerda qanday addiy kasr qo'shilgan o'nliq kasr ekan. Men buni ishlash uchun ya addiy kasrni o'nliq kasr yoki bo'lmasa bu o'nliq kasrni addiy kasrga aylantirishim kerak. Unda bo'lsa men bu addiy kasrni qanday surat va mahrajga 4 ni ko'paytirish orqali qanday mahrajni 1000 qila olayman, o'nliq kasrga aylantirib boqay. Necha bo'ldi? Ost-ustiga 1000 ni ko'paysam shundami? 1000 dan necha? 16 bo'ldi. Shundami? Qo'shilgan 0.145. Unda bo'lsa 16 ni 1000 ga bo'lma degan gap 16 ning keyindagi qanday chikitni 3 xona oldiga
Süreyimiz şuna ama 0,16 qo'shilgan 0,45 bo'ldi. Unda biz qo'shib baqay. 0,16 ni yozdim. 0,45 ni yozdim. Yozgan vaqtda chikitga odil yozdik shuni ama 6 ga qo'shilgan son yo'q. Shu pet tushdi. 1 ga 5 ni qo'shsam 6, 0 ga 4 ni qo'shsam 4, chikitga qo'shsam chikit, 0 ga 0 ni qo'shsam 0. Javobdan necha? 0,1466 shuni ama 0,1466. 7-ci sual qanda 7 bölüngen 10, 10'da 7. Şuna ama bu 7'nin çikiti nerede? Mayada. Onda olsa 10'u bölgen vaxtında bu çikit aldığımanıdır şuna ama 0,7, 10'da 7 elingan 0,100 qanda 3 elingan. 5'ten 2. Onda olsa ben bunun məxrəcini qanda 10 qıla alayım. Lakin addi kəsrinin xüsusiyyəti şunda ama sürət və məxrəcə oxşaş bir sanını köpəy tutduq. Onda olsa neçə oldu? 10'dan maya 2 buldu. Onda olsa 2'nin bütün son çıktı mayada 10'u bölgen vaxtında elingan 0,2 bu özgerdi. Onda olsa 0,17'de elingan 0,3 qanda elingan 0,2 bu qaldı hazır. Onda ep baqay. 0,17'de elitimiz qanda 0,3. Onda olsa men bu yana qanda 0 deb to'liqlab bersem bo'ldi shuni ama qanda 0 3 ga yetmaydi 1 o'tnab bersem 10 oldu miyadichi 6 qoldi. 10dan 3 nasam 7, 6dan 0 nasam 6, 2dan 2 nasam 2, 0dan 0 nasam 0. 0,167. 10dan yana 0,12 aldık ekan. 0,167 elingan qanda 0,10 7'den aldığan sayı yok, şu pet geldi. 6'dan 2 nasam neçe? 4. 2'den 2 nasam 2, 0'dan 0 nasam 0. Ahırda cevap qanda 0,47 bo'ldi. 8-ci sual 2,15 qo'shilgan qanda 10'dan 12. 12 degan bütün son chikiti nerede? Mayada. 10'u bölgen vaxtında bu chikit qanda bir xanı aldığı mağdur şunu ama tanetçe 2,15 qo'shilgan qanda 1,2 bo'ldi. Şunu ama onda olsa 2,15 qo'shilgan qanda 1,2 elbetsem. Qo'shib ekanmiz shuni ama 5 kichkina qo'shsam necha? 7, kichkina qo'shsam 2, 2 ga 1 ni qo'shsam 3. Unda o'zi javobdan necha? 3,7. Ha, onda qo'ysa qanda 9-chi savol shuni ama qanda shapkisi bor, shapkisi yo'q, yana chiqdi. Qoidasini unutib qolmaganimiz qanda maslanga A бүтін qanda B, C, D deb bir o'nliq kasr bo'lsin. Keyingi ikki xonasi qanda davriylangan bo'lsin. Unda bo'lsa qanda biz buni xuddi chikit yo'qdek qanda qildik. A, B, C, D ni ko'chirib yozatdim shunda ama davriylanmagan A, B ni qanda qilib o'tatdik? A, B ni elib o'tatdik. Ana ikinci o, chikitdan keyin bir xoni davriylangan bo'lsa 1,9, ikki xoni davriylangan bo'lsa qanda yana 2,9 shunda ama qanda davriylanmagan qismiga 0 biratdik. Ostidagi maxrajni yozgan vaqtda biz faqat qanda chikitdan keyingiga qaraymiz. Unda yozib baqay. Mesela qanda 5,9 shunda ama 9 davriylanibdi. Unda olsa 59 ni xuddi chikit yo'qdek yozdim. Ana keyin davriylanmagan 5 ni elib etdim. Chikitdan keyin bir xoni davriylangandan keyin 1,9 berdim. Qo'shilgan qanda 1 qanda chikit yo'qdek 139 ni ko'chirib yozdim. Davriylanmagan 13 ni elib etdim shunda ama chikitdan keyin bir xoni davriylangandan keyin 1,9, bir xoni davriylanmagan keyin qanda 0 berdim. Unda bo'lsa oddiylashtirsak bo'ldi shunda ama bu ne? Unda olsa 59 ni 5 nasam 54, 9 ga bo'lsam-chi 6 qo'shilgan. 139 ni 13 nasam 126, shunda ama 126 asticha 90. Biz buni nechaga qisqartira olamiz? 6 ga bo'lsam bo'ldi shunda ama 6 ga bo'lsam üstü qanda 21 asticha 15 bo'ldi. Yana qisqaradigan shunda ama 3 ga bo'lsam-chi yana miyada 5, miyada 7 bo'ldi. Unda olsa qo'shilgan necha oldu? 5'ten 7. Şuna ama bütün songa addi kasrni qo'shib ekanman. Unda olsa 6, bütün sonning maxraji necha? 1. Men buni qanda 5'ten 30 deb yoza olayman. 5'ten 7 ni qo'shsam necha bo'ldi javob? 5'ten necha? Maxraj o'zgarmaydi, suratni qo'shamiz. 37. Shundami? Unda olsa yana birisi bor ekan. Bu qanday shapkisi va shapkisi yo'qdan ishlab baqayli. Masalan 0 qanda 14. Xuddi qanda chikit yo'qdek bütün son barliq sonni ko'chirib yozdim. Elbette qanda 0,4 deb yozib bo'lmaydi. Elingan qanda davriylanmagan qismi shunda ama chikitdan keyin qanda bir xoni davriylanibdi 1,9. Bu o'xshash qanda 3 elingan 0 bo'lingan necha 9, qanda 2 elingan 0 bo'lingan necha 9. Unda olsa oddiylashtrsam 9 dan 4 qo'shilgan 9 dan 3 qo'shilgan 9 dan 2 bo'ldi shunda ama maxraj o'zgarmaydi. Ana keyin suratni qo'shamiz. 4 ni qo'shsam 7, 2 ni qo'shsam 9.
9'dan 9. 9'ni 9'ga bölen degan gap shunami? Javobdan 1. Eng ahirgi bir tal savol. 5,3 elingan qanda 2,326 ekan. Unda olsa 5,3 ni yazdım. 2 qanda 1326 ni yazdım. Addiy qanda onluq kasrga onluq kasrni qo'shib olgan vaqtda biz faqat mush chikkitga qanda favqulodda diqqat qilishimiz kerak. Unda olsa men bu yana qanda 0 bilan to'liqlab bersam bo'ldi. Shunami? 0 qanda 6 ga yetmaydi. 6 dan 1 o'tnab bersam bu 0. Unda 3 ni maniga 1 o'tnab bersam yana cho'la 10 oldu shunami? Miya 2 qoldi. 10 dan maniga 1 o'tnab bersam miya qanda 10 oldu, miya 9 qilib qoldi. 10 dan 6 ni olsam 4, 9 ni 2 ni olsam 7, 2 dan 3 qanda yetmaydi 2 3 ga. Unda 5 dan ma 2 ga 1 o'tnab bersam 12 bo'ldi, miyada 4 qoldi. 12 dan 3 ni olsam 9, 2 dan 2 ni olsam 2, 4 dan 2 ni olsam necha? 2. Javobdan necha? 2,1000da qanda 974. Undaq bo'lsa, bugungi darsimiz qanda onluq kasrlarda qo'shish va elish mushayada oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.